Assalomu alaykum barchaga. Farruh G'ulomovning Java amaliyotlar bilan ishlash YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan anchadan beri qilmoqchi bo'lgan to'lov tizimlari loyihasini qilib ko'ramiz. Ya'ni bunda xuddi ClickPayMe'ga o'xshagan ilova yaratamiz. Kartani ro'yxatdan o'tkazish, kartadan kartaga kartani to'ldirish yoki kartani balansini tekshirish kabi amaliyotlarni yaratib ko'ramiz. Kelinglar, IntelliJ ID ga o'tamiz. IntelliJ ID da POM.xml da dependencylarni yuklaganman. Unda bizga kerak bo'ladi Project Lombok, ya'ni getter setter konstruktorlarni holda olishimiz mumkin bu orqali. Hamda PostgreSQL database orqali biz yaratib ko'ramiz loyihamizni. Keling, boshlaymiz. Java'ning ichida dev.farm papkaning ichida model degan papka yaratamiz. Hamda main klassimizni yaratamiz bunda. Hamda main metodimizni chaqiramiz, yaratib olamiz. Bunda skanerdan foydalangan holda, ya'ni konsolda ishlashimiz uchun biz loyihamizni albatta konsolda yaratamiz. Shuning uchun skanerni chaqiramiz. Unda int degan intda s o'zgaruvchini qiymat beramiz. Avvalda, ya'ni while bizda dasturimiz cheksiz ishlashi uchun bu kerak bo'ladi. Hozir tushuntirib o'taman. 4 ga teng bo'lmasa dasturimiz cheksiz ishlasin. Bunda bizda skaner menyumizni yaratib ko'ramiz. Uni yozib qo'ydim. Shuni copyright qilib olamiz. Bunda 0 bo'lsin ro'yxatdan o'tish, bir kartani to'ldirish, balans 2, uchinchisi kartadan kartaga o'tkazma. Bunda 4 tugmasi bosilganda dasturimiz ishlashni to'xtatsin. Bunda s'ni inputga tenglashtirib olamiz. Next intga. Bunda albatta switch case bilan ishlab ko'ramiz, yaxshiroq variant. Bunda case'imiz 0 ga teng bo'lganda deymiz. Ro'yxatdan o'tkazishni bosilganda birinchi kiritadiganimiz ism family, ism sharifingizni kiriting. Stringda bo'lsin name input next line karta raqamingizni kiriting. Karta raqam card number input hammasini stringda yaratamiz. Keyin shuni copyright qilib olamiz yana ikkita. Kartangiz amal qilish muddatini kiriting. Card expire date. Bunda kartangiz pin kodini kiriting. Card code deymiz. Input next line. Hamda user degan klassimizni yaratamiz. User degan klassni yaratib, o'zi skaner orqali kiritilgan ma'lumotlarimizni userga yuklab olamiz. Hamda Project Lombokdan foydalangan holda getter setter konstruktorlarimizni chaqiramiz. Private string name, private string
card number, private string card x date, private string card code bo'ladi hamda private integer kartamiz balansi, private integer kartani to'ldirmoqchi bo'lsak deposit kerak bo'ladi bizda. Hozir aytib o'tsam, name card number deb nomladik. Buni maindagi name card number bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Har xil boshqa nom qo'yish mumkin. Userda name bo'lgani bilan mainda ham name bo'lsin degani emas. Buni qolgancha nomlashimiz mumkin. Ism deb ham nomlashimiz mumkin. Buni farqi yo'q. Qolganini ham xuddi shuna. Userimizni chaqirib olamiz. User new user. Userimizga set qiymatlarni berib o'tamiz. Set name ism. User set card number user set card expire date user set card code mana qiymatlarni berib o'tdik. Keyin shuni konsolda tekshirib ko'ramiz. Dasturimiz ishlayaptimi yo'qmi hozir bilib olamiz. Mana menu chiqdi. 0dan 4gacha nolni bosib ko'ramiz. Mana xato, birinchi xatomiz ism sharifingizni kiriting deb menu chiqqandan keyin darrov karta raqamingizni kiriting deyapti. Buning sababi mana inputimizni, skanerimizni biz S ga qiymat berib o'tdik. S'imiz bizda integer. Shuning uchun keyingilari bizda string bo'lgani uchun birdaniga tashlab o'tyapti. Inputimizni o'zgartirib qo'y olamiz. Input new scanner system in. Buni qaytadan ishlatib ko'ramiz. Ism sharifingizni kiriting. Karta raqamingizni kiriting. Amal qilish muddati, pin kodi, mana dasturimizni deyarli tayyorlab oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz biz databaseni yaratishimiz kerak va undan keyin birinchi navbatda databaseda komandalarni berib o'tamiz. Qaytadan motor berman. Hozir database yaratib ko'ramiz. Create database payment system db deb nomlaylik shuni. Uzun bo'ldi, mayli, hech qisi yo'q. Nuqta virgul beramiz. Mana yaratildi. Endi tayyorgina komandamiz bor edi, shuni table'ni yaratib ko'ramiz. Bunda ya'ni create table users, ya'ni ID, name, varchar, card name, number, card expire date, card code, hammasi varchar. Balans numerik, ya'ni balansni qo'shish, ayirishimiz mumkin. Uchun string emas, numerik integer type'ida yaratyapmiz. Bu numerik Java'da integer type'iga avtomatik o'giriladi. Hamda default 0 so'm hozir biz registratsiyaga o'tsak, avtomatik pustoy bo'sh chiqmasin, 0 so'm deb tursin. Hamda kart raqamlarini unique qilyapmiz. Ya'ni nima uchun?
Bitta karta raqamini 2-3 kishi yo boshqa foydalanuvchilar qaytadan ro'yxatdan o'tkazmasligi uchun. Ya'ni bitta karta, plastik karta raqami bir marta ro'yxatdan o'tishi mumkin. Enter. Mana table'imiz yaratildi. Endi keyingi qiladigan ishimiz Java'da ham database-ni yaratib ko'ramiz. Database service degan klassni yaratib ko'ramiz. Private string URL JDBC PostgreSQL localhost ilk 432 portimizda hozir yaratgan database'imizning nomini yozib olamiz. Database'imizning nomi kechirasizlar, biz Postgres degan database'imizga table'ni yaratamiz, xato qilib qo'ydik. Keyin avval yuqorida yaratgan database'imizga kirib olaylik, connection qilaylik. Mana connection qildik. Qaytadan create database qilamiz. Table'imiz yaratildi. Create table qilamiz. Table'imiz mana yaratib bo'lindi. Mana payment system db'da yaratildi. Endi Java IntelliJ ID'ga o'tib, buni biz dasturimizga sozlab olamiz. Mana yo'lini sozlab oldik. Keyingisi db user. db userimiz bizda Postgres endi private string db passwordimiz admin nomlangan. Xo'p, endi metod yaratib ko'ramiz. Public string type'dan shu void bo'lsin, oddiygina void type'ida bo'ladi. Add user deb nomlaymiz. User endi connection'ni chaqiramiz. Albatta database'da ishlash uchun driver manager get connection URL db user db passwordlarni chaqiramiz. Endi buni try cache'da yaratishimiz kerak. Try cache resource blockda yaratganimiz ma'qulroq deb o'ylayman. Ya'ni clause'larni avtomatik yopishi uchun shu qulayroq men uchun. Keyingisi prepared statementni chaqiramiz. Prepared statement connection prepared statement. Endi query'miz bo'lishi kerak. Query hozircha yo'q bizda. Shuni shu database'ning ichida yaratib ko'raylik. String query insert into users. Database'dan bizga ma'lum qanaqa buyruqligi, ya'ni database'imizdagi o'zi select all from users qiladigan bo'lsak, database'imiz mana chiqaryapti. Database'imizga qiymat beramiz. Bu buyruq orqali insert into users qiymatlari bo'lsin. Birinchisi bizda ID avtomatik shakllangani uchun ID ni kiritmaymiz. Name. Hozir mana main da beradigan 4 ta qiymatni kiritishimiz kerak. Ism sharif name, keyingisi card name, card expire date, card code. Shu qiymatlarni berishimiz kerak. Biz hozir database service'da name, keyingisi card
Endi bu databaseda nima qanaqa nomlaganmiz shuni bilishimiz kerak. Card number card x date adashmasam shunaqa edi. To'g'ri. Card code values so'roqcha qo'yamiz. Nuqta virgul va javob nuqta virgul. Mana shu buyruq asosida biz qiymatlarni chaqirib olamiz. Vaqt kerak emas deb o'ylayman. Endi keyingi qiladigan ishimiz try catch'imizda prepare statementni qiymatlarini beramiz. Set string birinchida bizda name turibdi. Birinchida turgan name'ga mana birinchi so'roqni aytyapti. Usersdan keladigan get name'ni bergin deyapmiz. Keyingisi xuddi shunday set string ikkinchida turgan card number'ga userdan keladigan get card number qiymatini bergin. Keyingisi set string uchinchi qiymatda turgan card expire date'ga userdan keladigan get card expire date'ni bergin. Va nihoyat to'rtinchisi set string to'rtta turgan kartani kodi user get card code qiymatini bergin. Hamda prepared statementimizni execute qilamiz databasega muvaffaqiyatli o'tishi uchun. Bu void bo'lgani uchun biror bir ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz degan xabar bo'lsin. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Xo'p, keling shu metodimizni mainga chaqirib ishlatib ko'ramiz. Console Cout kerak emas o'zcha bizga. Yuqorida database'imizni o'sha database service'imizni chaqirib qo'yaylik. Database service db service new database service db service'ga add user'ga user'imizni qiymat sifatida beramiz. Va buni chaqirib ishlatib ko'ramiz. Ro'yxatdan o'tish nomini bosamiz. Ism Sharif Farruh G'ulomov. Karta raqam Humo kartamiz. Va albatta shunchaki karta raqam hech qanaqa mavjud bo'lmagan karta raqam. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz degan xabar shakllandi. Keling shuni database'da tekshirib ko'ramiz. Select all from users deb. Mana muvaffaqiyatli database'imizga ma'lumot jo'natildi. Keling yana bironta foydalanuvchini kiritib ko'ramiz. Akbar Ahmedov karta raqami Skype'ni kiritib ko'ramiz. Karta amal qilish muddati 01/28-yilgacha. PIN kodi bo'lsa 4545. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Mana false buyrug'ini boya database'ga kiritdim. Olib tashlasak ham bo'ladi, bizga kerak emas. Endi tekshirib ko'ramiz. Select all from users buyrug'i bilan mana ikkinchi foydalanuvchimiz ham ko'rindi bizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarga ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.